Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'pchilik men uy ko'rsatsam Dubayda yashagisi kelib qoladi. Bizga Dubay qiziq emas, biz Toshkentda yashagimiz keladi. Dubaydagi 20 million, 25 million dollarlik villalarni Toshkentda qurib qo'ydi akalar. Niyat qilib mana shu videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Bu obzorimizni Instagram uchun 1,5 minut, 2 minut unaqa bo'lmaydi. Akalar, bu obzorimiz kamida 15 minut bo'ladi. Orqada turgan binoni qaranglar, 7 sotuv yer maydoniga qurilgan idealni yangi xonadon hech kim yashamagan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada joylashgan hovlimizga o'zingizlar bahoylarni qoldirib ketasizlar. Qani ketdi do'stlar. Do'stlar, uyimizda tartibli joylashgan, orqada ikkita darvozamiz bor, nariyoqdan ham kiradigan xodi bor. Uni hovlidan kirib ko'rsataman. Uyimizda mesning faqat bitta manma, qolgan hammasi chet eldan kelgan mahsulotlardan foydalanishgan. Bemalol ikkita tachi masjidga sig'adi. Issiqqina turadi akalar. Bu yoqda отдельный xodimiz bor. Bu xodimizni men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Bu yoqdan kirganimizda bizda mana shunaqa yopiq terrasa bor. Yopiq terrasamiz. Bu yerda takoy mangalchik, sangalchik, mana buni qarang, aka, решенияni qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu katta selik o'rnatilgan, cho'pli pol qilingan chillerning sistemalar turibdi. Bu yoq bizda letniy zona, oynalari polniy ochiladi. Patalo ochiladi, hurmatli obunachilar, pultni bosamiz, patalolar ochiladi, yozda maza qilib o'tirsa bo'ladigan joyi bor. Bu yoqda mana kuxnyamizni ko'ringlar, kamin bo'lib yotibdi, hamma оборудованиялari o'rnatilgan, bemalol foydalanishga tayyor qilib qo'yganmiz. Mebelирование qilib tayyor qilib qo'ydi akalar. Shunda kasbni shunga olib kelib yashab oladigan joy. Mana qaranglar, bitta barmoqda ishlatyapman. Bitta barmoqda shunday ishlab ketyapti. Mashalloh, hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasibsin. 10 tarafimizda bizda mana shunaqa chiroyli sharshara bor. Uyimizda 7 sotuv yer maydoniga qurilgan. Polniy travertin toshlarni ishlatib tashishgan. Fasadini bunaqasiga ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Mana nariyoq tarafdan ham ko'rinishini hozir ko'rsatamiz. Landshaftlari hammasi bilan hammasi rossiyskiy o'rmonlardan kelgan. Mana buni qarang aka. Mana bu Biryozani takoy shilib, mashqi tashab qo'yishibdi. Bu yoqda mana hovliga alohida ko'chadan kiradigan xodi bor. Uy ichiga kirib ketish uchun to'g'rida mana yana paradning eshigi bor. Eshiklarini qaranglar, ko'rganlar buni oyna deb o'ylaydi. Aka, uyimizdan bunaqasi ko'rinishi, nariyo kabinet nomer 1 ning o'zini alohida balkoni va tepada balkoni bor. Uyimizda polniy оборудование qilingan 5:1 ovozlari ham bor, aka. Kolonkalar ham o'rnatilgan, Qur'oni Karimlarni maza qilib eshitib o'tiradigan joylar bor, aka. Ko'rdinglar-ku, hovlini polniy aylandu. Garajga qaytib chiqdi. Bu yoqda eshik bor. Eshikdan kirsa, 10 tarafimizda uyimizning seti, kabellari, uyoqlari, bu yoqlari uchun xonani ko'rib tursa, bu yoqda служебный xona. Ana securityning xonalari o'zlarini alohida sanuzyullari bilan okalar. Qaranglar, endi pastki urovingga tushamiz. Voy, men podsetkalarni qarang. Zinili polniy kamin ekan, ko'ryapsizlar. Pastki urovingdan vashi shkolat yo'q akalar. Ko'rib, ko'zingiz quvonadi. Mana nima ekan sizlar? Vau, mana qaranglar. Uyimizning yuragi. Mana yerda 3 ta transformator turibdi. Gap yo'q. Uyda svetdan umuman bo'lmaydi. Orqaga ham mana xod bor ekan. Gap bo'shmi, решенияni qarang, aka. Umuman kelgan odam bilmaydi, shkop deb o'ylaydi. 12 toshlarni ayamasdan ishlatib o'rishgan ekan. Bu yoqda mana ko'ryapsizlar, pastki zonamizning o'zini kichkina kuxnyasi bor. Bu yoqda takoy sanuzyular, bu yoqlarni qo'yib qo'yish uchun joy, pastki urovingni sanuzyular qaranglar. Bu yerda решение oshxona qilinganmi? Oshxonadan keyin bu yoqda basseyn ko'ryapsizlar. Doda qilib jakuzilarni mebelирование qilib, bu yoq tarafini ham shkolat qilib qo'yishibdi. Yana mana bu seliklarni qarang, aka. Qalay, aka. Polniy mebelирование tayyor. Uyimizning ham narxini aytaman. Endi qaranglar. Bu tosh nimaga turibdi deb o'ylaysiz? Hozir uni ham tushuntiraman. Bu yoqda bizda massaj oladigan xona eshik, massaj oladigan xona. Bitta massaj olib, to'g'ri sanuzyul bilan mana. Sanuzyul bilan qimmat toshlar, gap bo'lishi mumkin emas. Endi qaranglar. Bu bizda finskiyni qaranglar. Bunaqa finskiyni men birinchi marta ko'rdim, sveti kuyib qopti.
Hozir elektrik tuzatib yuboradi. Yana mana bu tosh, mana bu tosh bu искусственный qor ishlab chiqaradigan tosh okalar. Mana shundan qor yog'ilib turadi. Mana bu saunadan chiqasizlar, qaynab turgan joyingizda qor shundoq olib, shundoq kichik baba qiladigan joy okalar. Pastki uyingni polni aylandi. Endi bizni uyimizni asosiy yashash maydoniga kiramiz okalar. Qani ketdi. Do'stlar, ko'rdinglar, ko'chasini ham ko'rsatdim. Birinchi uring, pastki uringni ko'rsatdim. Jetliga joyini ham ko'rsatdim, jekchani joyini ham ko'rsatdim. Hovliga yana qaytib chiqdim. Bu yoqdan letniy zonadan sizlar asosiy xonaga, uyga kirib ketsanglar bo'ladi. Darvozadan to'g'ri asosiy binoga kirsanglar bo'ladi. Yashash maydoni 720 kvadrat metr ekan, hurmatli obunachilar. 720 kvadrat metr. Kirayotganimizda bemalol mana qarang aka. Mana qarang aka. Yengilligini qarang mana aka. Okinglarni joylab bemalol gap yo'q. Qaranglar. Razdvojnoy oynali eshiklar. Vau, mana qara. Mashalloh, patologni qara. 10 metrli patolog. Mana bir resheniyani qarang aka. 12 toshli kech payt uyingizga shunaqa ko'rkam vid berib turadi aka. Yamaha 5 kanalli zvuklar o'rnatilgan. Uyimizda kolonkalar. Alisa oppa qilsangiz ishlaydi aka. Alisa oppaga ishlaydi aka. Qaranglar, katta studiya qilingan birinchi urovni. Hozir master xonalarga ham olib kiraman. Bu bizda kuxnya. Bu kuxnyamiz kamida 30 ming, 40 ming, 50 ming dollar tursa kerak aka. Professional kuxnya bilan shug'ullanadigan okalarimiz bo'lsa, o'zinglarni fikringlarni tashlab ketinglar. Kuxnya to'g'risida. Keyin niyat qilib mana shu kuxnyaga bitta like bosib qo'ying. Xudo xolisa mana shu kuxnyada osh pishirasiz. Qaranglar, mebel, sebel, panoramli oynalar, kaminlar, okalar mana bitta kaminni rostikasini turibdi mana. Shappa ochiladi. Suv chiqib turadi, yonmagan, hozir o'chib turibdi. Kelsanglar, xudo xolisa foydalansizlar. Bu yoqda mana balkoni bor. Ikkinchi urovingdagilar pastga bemalol qarasha oladi. Endi qaranglar. Nari yo'lga kiramiz. Mana qarang aka. Voy, vashshi gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi urovingga mashinadan bemalol ko'tarib chiqib yurasizlar. Nari oshxonaning oldida kichkinagina xodimiz bor. Bu boyiga terrasa yozgi dam olish joyimizga chiqadigan xodi bor. Bu yoqda mana общий санузел, общий санузелga o'zinglarni bahoylarni qoldiringlar aka. Общий санузел ham patologga 4 metrdan oshib bo'lishi kerak. Endi men bir resheniyani qarang. Vau! Voy, men yengilligini qarang, ham stroykalarni. Gap yo'q, yengil bemalol foydalanaverasizlar. Oynalar ham pulni o'zingiz ko'rib turasiz aka. Endi bu yoqda kichkinagina takoy. Piknik, idish-tovoq, bu yoqda mana shunda turadi okalar. Endi biz ota-onani xonaligisiga kiramiz okalar. Ota-onalarimizni xonaligisiga kiramiz. Kirso bizda shunaqa katta spalniya komnata o'zini alohida sanuzeli bilan bu garderob okalar. Garderobni qaranglar. Kengligini qaranglar. Bemalol hamma kiyim-kechaklar bemalol sig'adi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammaga mana shunaqa chiroylilar nasibsin. Voy, mana qarang, eshiklarini qarang aka. Eshiklarini qarang aka. Gap yo'q, yengil qilib qilingan ekan. Havo aylanish uchun seliklarni qo'yilgan, 5 kanalli zvuklar, rostikasini qo'yilgan. Endi bu yoqdan orqasi qiziq bo'lyapti, orqasiga o'tamiz. Orqasi ham. Bu yoqda takoy tungichka, takir upilib turadigan joy akalar. Niyat qilganlarga kamida shunaqa xonadondan 3 ta okalar. Voy, mana qara, sanuzelga qara kengligini. Gap yo'q. Mana nima bo'lyapti shunda? Bu sanuzelga oldida yana garderob. Vau! Gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Sanuzelga kirdi mana. Отдельный qilingan. Mana kafellar hammasi menimcha ispanskiy bo'lsa kerak, italyanskiy bo'lsa kerak. Yaxshi gap yo'q. Mana shunday o'tirib ishlayverasiz aka. Qaysi ota-onalar uchun xona
qana ekan. Menga juda ham yoqdi bor. Zo'r bor. Bunaqa uy men birinchi marta ko'rishim, hurmatli obunachilar. Sizlar ham birinchi marta ko'rishinglar. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Toshkent shahrida mana shunaqa go'zal uylar qurishyaptimi? Gap bo'lishi mumkin emas. Men Dubayda yashamayman, Toshkentda yashayman akalar. Qani ketdi do'st. Do'stlar, birinchi urovingni biz polniyslar bilan aylanib chiqdik. Gap bo'lishi mumkin emas. Pastki urovni ham ko'rdik, birinchi urovni ko'rdik. Endi tepada bizda 4 ta yotoqxona bor. 4 ta yotoqxonamizni olib birin-ketin ko'rsam, chiqadi. Bitta like bosib qo'ying. Mana qarang aka. Bunaqasi bitta dona aka. Qani ketdi do'stlar. Tepaga chiqamiz. Tepada bizani nima kutib oladi? Voy, men paksiyetkalarni qarang. Zinalarni qaranglar, jigarlar. Zina. Toshli zinalar. Eronning toshlaridan qilingan zinalar. Bu taxtali yoki yong'oqli zinalar emas. Bu uy sizlarga Xudo xolisi umrbod xizmat qiladi akalar. Xo'p, tepaga chiqdik. Tepani ko'ryapsizlar. Keyin qilingan mana bu mufik yo'q qo'yib qo'yib bemalol Instagramda o'tirsa bo'ladigan joylari ham bor ekan. Birinchi xonadan boshlaymiz. Bu bizda birinchi xona. Spalniy komnata. O'zini sanuzyuli bilan sanuzyullarini ko'ryapsizlar. Svetlari hammasi ishlab turibdi. Bu yoqda mana polniy Eronning toshlari. Umuman sifatsiz narsalar ishlatilmagan. Shtorlar mana shu pultda ishlaydi. Mana ochilyapti. Ko'ryapsizlar, hozir biz balkon qismiga chiqamiz uyimizdan. Uyimizdan balkon qismi okalar, ko'ryapsizlar, qo'shnilar ham hamma sotvetsiyat qiladigan yaxshi mahallada yaxshi sifatli xonadon. Sifatli qurilishlar ko'payaversin. Qancha ko'p sifatli qurilishlar bo'lsa, investorlar ham shuncha ko'p bo'ladi akalar. Qani ketdi do'stlar, mana stroyniy mebellar hammasi как положено qo'yilgan. Gap yo'q. Biz xo'lga yana qaytib chiqdik. Xo'ldan biz to'rdagi xonaga kiramiz. Xuddi shkafga o'xshaydi, qarang. Shkafga o'xshaydi. Bu xonamiz yana bitta spalniy. Ko'ryapsizlar, mebelirованиye qilingan, hamma stelkalar o'rnatilgan, tayyor upakovka bo'lib turibdi. Bu yoqda mana sanuzyular hurmatli obunachilar. Bu sanuzyul ham hammasidan boshqacha ekan. Bu pultimiz bilan bunisini ochamiz akalar. Mana bu pult bilan ochyapman. Oynamiz, pardalarimiz, shtorlar ochilyapti. Uy aytgancha chillerning sistemali polniy o'rnatilgan. Uyda havo bomba bo'ladi. Kelinglar. Eshiklari ko'ryapsizlar, toza nemetskiy eshiklar o'rnatilgan. Romlari ham nemetskiy, original romlar. 4 ta oynali romlar. Qishda issiq, yozda muzdekkina bo'ladi. Hovlidan sizlar bemalol mana shu joylarimizni, hovlimizni tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladi. Balkondan-da. Wow, gap yo'q. Bu uyga kirsangiz, mana shu uyda qolib ketgisi keladi aka. Ikkinchi spalniydan qaytib chiqdik. Endi bu yoqqa yana yuramiz. Oynalarni qarang, hammasi qilingan. Endi qarang. Mebel shappotsu butda ikkinchi urovingda kech payt takoy chushnak bo'lganda suv turish uchun joy okalar. Qaranglar. 05 ta syomka bo'lyaptimi hozir aka? 05 ta syomka bo'lyapti. Bu bizda masterxona, aka. Bu xudo xolis sizning xonangiz bo'ladi. Qaranglar. Mashalloh. Spalniy, короче, zal, pal, рабочий место, shotga kirasiz. Mashta qotasiz, mashtadan chiqmaysiz, aka. Tellik, mellik, pufik, mufik hammasi qo'yilgan. O'zini sanuzyuli bilan bu sanuzyul o'zgacha va boshqacha, chunki bu sanuzyul bu yoqqa kelinglar, qarang. Bu sanuzyul italyanskiy santexnikalar o'rnatilgan. Ko'ryapsizlar, keng sanuzyul gap bo'lishi mumkin emas. Botdan bu masterxonamizning o'zini terrasasi bor. Terrasaga chiqdim mana. Terrasa dam olish joyi. Bemalol mana shu masterxonaning dam olish joyi. Mana bu oynalar hammasi pultda ochiladi okalar. Bemalol. Uyimizda 7 sotuv yer maydoniga qurilgan. Toshkent shahar Nikitina Mirzo Ulug'bek tumani 720 kvadrat metr aka. Qani ketdi do'stlar. Do'stlar, bunaqa resheniyali men
spalniy komnatani birinchi marta ko'rishim. Вообще maza qiladigan joy. Mana kinoteatrlarni qarang turishini. Hoji aka rozi bo'ling, aka. Mana divaningizda o'tirdim. Вообще yumshoqqina ekan. Maza qildim borib. Bizga ham mana shunaqa divanlar nasib qilsin, obunachilarimga ham nasib qilsin akalar. Obzorda shoshish kerak emas. Chunki shoshsa bitta narsalar qolib ketishi mumkin. Men polni uyga aylandim. Boyishning tagida pastga tushdim, искусственный qorlar, saunalarni ko'rsatdim, jakuzilarni ko'rsatdim. Birinchi o'rinni, ikkinchi o'rinni polni ko'rsatdim-da. Bu binoni tegidagi podval qani? Desam, topchi edilar, topa olmadim. Keyin qarasam, okalar, bu yoqqa bekilgan ekan. Bu yoqda mana zinamiz bor ekan, pastga tushib ketadigan. Endi qaranglar, pastga tushdi. Pastga tushsa, prachka, mirachka, kir mashinalar o'rnatilgan. Bu yerda endi домработницani ishlayapti. Bemalol. Mana stroyniy mebellar, bitta u yoq bu yoqdan qo'yib qo'yadigan joylar. Mana qaranglar, shkoplarimiz. Voy! 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 Bu yoqda yana bitta xona bor ekan, bu kiyim-kechak u yoq bu yoqdan qo'yib qo'yishgan. Konsertlari ham o'rnatilgan ekan. Voy! Mana bu nimasi bor buni, qani? Voy! Voy, hurmatli obunachilar. Bu yerda yana bitta xona bor ekan mana do'stlar. Bu yerda yana bitta anaqasi bor ekan. Qani bunisi ham qo'yilib. Bu yerdan turba-murbalar polni mashga joylashgan ekan. Voy, pastga o'yinni qaranglar, to'mli xonalari bor ekan. Ko'rdinglarmi? 3 ta to'mli xonasi bor ekan. Voy, shkop ekan. Endi mana qarang. Voy. Voy, okalar. Nima bo'lyapti o'zi? Voy. Yo'qda yana bitta xona. O'zini konditsionerlarmi? Mana bitta nima bo'lyapti? Voy, do'stlar. Bu yerda yana bitta xona. Voy, mana bitta sistemalar yana bitta xona bor ekan. Pufiklar yana mebellar olib kelishdi, salafan turibdi. Hali bular o'rnatilmagan, endi o'rnatiladi. Pastki o'rinni qarang, so'qilni yetadi gap yo'q. Okalarim, ukalarim, opalarim, singillarim, hammamizga mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin. Ko'chalari keng, ko'ryapsizlar. Tartibli joylashgan. 7 sotu, 720 kvadrat metrli xonadon. Bundan oldingi narxi 4 bo'lgan edi. Yangi uylar Vines kelgani hisobiga, mayli shu obunachilarga 385 $3,850,000 ga baraka qilamiz deyaptilar. Mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.